kimyo fani qiziquvchilari, bugungi laboratoriya mashg'ulotimizda galogenlarning suvda hamda organik erituvchilarda erishini ko'ramiz. Buning uchun bizga proverkalar, o'lchov pipetkasi, kristal yod, benzol hamda distillangan suv kerak bo'ladi. Proverkamizga yod kristallardan 3-4 bo'lak solib olamiz. Va uning ustiga distillangan suv qo'yamiz. Proverkamizni yaxshilab chayqatib olamiz. Proverkamizni chayqatganimizda yod kristallari suvda erib, sarg'ish rangli eritma hosil bo'ladi. Ya'ni yod kristallari suvda erigan eritmasi hosil bo'ldi bu. Endi bu eritmamiz ustiga organik erituvchi, ya'ni benzol qo'yamiz. Proverkamizni chayqatamiz. Proverkamizdagi eritmamiz ikkita qatlamga ajraldi. Ya'ni pastki qatlamda yodning suvdagi eritmasi, yuqori qatlamda esa yodning benzoldagi eritmasi hosil bo'ldi. Va ikki xil rangli eritma bir-biriga aralashmagan holatda ikkita qatlamga ajraldi. Ko'rishimiz mumkinki, demak, yod suvda ham, organik erituvchilarda ham eriydi. Shuning bilan laboratoriya mashg'ulotimiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.